Menga javob kerak. Shu qarshingizdagi og'a molini tezroq tugatib ketishni xohlayapti. Sababi nima ekan? Buni aytyapsizmi? Ha, Bittasidan qarzi bor edi. Qaroqchi sifat biridan kechikach kelib do'konini ostin-ustin qildi. Bu bir necha marotaba bo'ldi. qozi bu holatga nima dedi? Qozi axchani kim bersa uni aytganini qiladi u. Davlatning qozisi shunday bo'ladimi? Aholini barchasi biladi. Ipakchini do'konini buzish og'a boshi. Qul haqqiga tajovuzdan jinoyatchining 40 emas, 80 darra urilishiga. Ammo shunga qaramay afv etilishiga qaror qilindi. Ehtirom, Sulton Bayezidxon hazratlari! Unday qilmang sultonim, unday qilmang. Shaytonga quloq soldim. Har qul xato qiladi sultonim. Ko'rinib turibdi. Bularning kallasi badaniga og'irlik qilyapti. Ya marhaba.